Taniqli xonanda Guli Asalxo'jayeva kelinlari haqida so'zlab berdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. O'g'illarim kichikligida intervyularda san'atkor bo'lish bilan birga oilada qanday kelinligim, kelajakda o'g'illarim san'atkor kelin tanlasa nima deyishim haqida so'rashardi. Allohga shukur, qaynonam ham mendan rozi bo'lgan. Ularning xizmatlarini qilganman. Ham qaynonam qo'shiq aytishimni yaxshi ko'rardi. San'atkor kelin olish savoliga esa biroz o'ylanganman. Hamma ham mendek san'atkormikin, uyda ham ovqat, ish qilarmikin deganman. Chunki o'zim uyda oddiy ayol qanday bo'lsa shundayman. Ovqat pishiraman, uy tozalayman, ko'chani ham supuraman. O'ylab turib yaxshi niyat qilish kerak, deb mayli tanlasa olib beraman deganman. Kelin tanlashda birinchi navbatda qizning onasi bilan gaplashib ko'raman. Jahongir Asalni tanlaganida ham uning onasi bilan gaplashib ko'rganman, chunki baribir qiz bola onasiga tortadi. Asalning onasi ham juda yaxshi ayol bo'lgani uchun rozi bo'lganman. Kelinim men kabi kelin bo'lib tushdi. Ovqatlar ham pishirib beradi, uy ishlarini ham bajaradi. Asosiysi Asalning ko'ngli toza. Hech bir ayyorlik unda yo'q. 3 kelinim bor. Uchovi ham o'z qizlarimdek yaxshi ko'raman. Ilohim baxtli bo'lishsin, deydi xonanda Guli Asalxo'jayeva.